Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizga murojaat qilishimdan maqsad bu yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida, bu yil G'allorol tumanining 100 yilligi, shu munosabat bilan yillar davomida murojaatlarimizda o'z yechimini topmay kelayotgan muammolarimizdan 20-25 yildirki Marjonbuloq shahrida aholisi 10 mingga yaqinlashdi. Poliklinikaning shaxsiy binosi yo'q. Hozirgacha 9-joyga ko'chishi. Marjonbuloq shahri markazida ko'p qavatli 40 xonadonli uy 30 yildirki tashlandiq ahvolda. Ta'mirlab muhtojlarga berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lalimkor qo'rg'ondagi madaniyat uyi ham 20-25 yildirki qarovsiz ta'mirtalab ahvolda. Eng og'riqli nuqtamiz ko'p xonadonlar va tashkilotlar ta'minotiga daxldor bo'lgan oqova suv inshooti 20-25 yildirki xarob ahvolda ishlamaydi. O'zbekiston suv ta'minoti AJ rahbari o'rinbosarlari kelib sayyor qabullar o'tkazadi. Xalq bilan 2 yildan buyon bu muammo mablag'ga borib taqalishi aytilmoqda. Mana sizning tashabbusingiz bilan yurtimizda Obod mahalla, Obod qishloq davlat dasturi, Yashil makon loyihasi asosida ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Mana endilikda yangi O'zbekiston qiyofasi kashf etilmoqda. Shu jumladan Lalimkor qo'rg'oni, Qo'ytosh, madaniyat xonaqa bu joylar ham dasturga kiritilib, bu borada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinyapti. Muhtaram prezidentimiz, siz o'zingiz yig'ilishingizda Obod qishloq, Obod mahalla bo'lsa-yu, ish o'rinlari yaratilmasa, odamlar ish bilan ta'minlanmasa, bandligi ta'minlanmasa, u qanaqa obodlik bo'ladi? Odamlarning ko'ngliga obodlik sig'adimi degan edingiz. Yurtimizning barcha go'shalari kun sayin chiroy ochib bormoqda. Shu jumladan Lalimkor qo'rg'oni, Marjonbuloq shahri ham. Bundan tashqari 26 yil davomida shu bugungi kungacha aholining kam ta'minlangan oila farzandlari yordamga, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari hech qachon shaxsan mening hamda rahbariyatlarning e'tiboridan chetda qolmagan. Ularni ish bilan ta'minlash masalasi eng asosiy masala sifatida qaralib, hozirgi kungacha yuzlab bunday oila farzandlari ish bilan ta'minlanib kelayotganligini mening ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy islohotlar amalda Telegram kanalimda ham keng yoritilib kelinmoqda. Hurmatli Shavkat Miromonovich, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, ish o'rinlarini yaratish, yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. G'allorol tumani aholisi 194 mingdan ziyod. Asosan chorva bilan shug'ullanadi aholi. Junni qayta ishlash, terini qayta ishlash korxonasi yo'q. G'obdinota tog'i atrofida madanli tuproq, tosh bor. Chinni ishlab chiqarish korxonalari ochilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana o'zingiz 2024-yil metallurgiya zavodi qurilishiga start berdingiz. Qurilish jarayonlari tezlashtirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Murojaatimizdagi takliflarimiz inobatga olinib, metallurgiya zavodi yaqinidan ko'p qavatli uylar qurish loyihasi tasdiqlangan. Kelasi yilga qurilishi boshlanishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari Marjonbuloq oltin ajratib olish zavodini modernizatsiya qilish yangi loyihalar ham tasdiqlangan. Bularning barchasi yuzlab, minglab yoshlarimizni ish bilan ta'minlanishiga xizmat qiladi.